to'rga ilishib qolgan har turli jonliqning harakatini sezadi va uni kechikmasdan tutib oladi. To'rning ishlab chiqarilgan yeri bo'lsa, o'mishikning orqa tarafi bo'lib, alohida bir organidan chiqargan ipni puti bilan tutib tortib chiqaradi. Ipning ustidagi yopishqoq tomchilar aslida kallak holatidagi ip dastasidir. Lazım bo'lganda bu ip dastasi ochiladi va to'r osonla avrishim holatga keladi. O'michga bu ajoyib binokorlik qurilishini yasatganmi, shubhasiz Allohning bu jonliqqa qilgan ilhomidir. On 9-cı əsr insoniyat tarixiga xatoli ishlar asri deb baho berilsa bo'ladi. Chunki bu davrda marksizmga o'xshash nurg'unlagan ilmiy bo'lmagan falsafalar ilm nomi ostida insoniyatga majburiy qabul qildirildi. On 9-cı əsrning eng cho'ng xatoligi bo'lsa, Charles Darwin ismli angliyalik bir biolog tarafidan o'tirg'a qo'yilgan tadrijiy taraqqiyot nazariyasidir. Darwin 1859-yilda nashr qilingan Türlarning kelib chiqishi nomli kitobida tabiatdagi butun jonliqlarning tasodibiylik bilan tadrijiy shakllanib qolganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Bu nazariya 19-asrning ibtidoiy ilm saviyasi ichida ishonchlik ko'ringan va qisqagina vaqtda ko'plagan sohalarda e'tirof qilingan edi. Ammo zamonaviy ilm-fan natijalari Darwinning ko'z qarashlarini allaqachon siqishga boshladi. Toshga aylangan jonliq qoldiqlarini tadqiq qiladigan fan bo'lgan paleontologiya o'xshamagan jonliq turkumlarining yer shariga to'satdan paydo bo'lganligini va 100 millionlagan yillardan beri hech qanday o'zgarmaganligini ko'rsatgan edi. Anatomiya va bioximiya jonliqlarda intayin mukammal tuzilishlar borligini, ularning tasodifiy shakllanib qolishining mumkin emasligini isbotlagan edi. Biologiyalik tekshirishlar bo'lsa, tabiatni jonliq turlarini bir-biriga o'zgartiradigan mexanizmlarning yo'qligini o'tirg'a qo'ydi. Mana bu sabablar tufaylidan bugun Darwinizm ilmiy jihatdan mag'lub bo'lgan bir nazariyadir. Jonliqlarning bu film bo'yicha ko'rsatilgan aqlliq harakatlari bo'lsa, tadrijiy taraqqiyot nazariyasini mag'lub qilgan yana bir muhim reallik bo'lib hisoblanadi. Materializmchilar jonliqlarning hech qanday bir ta'lim-tarbiya olmay turibla qilgan oqilona harakatlariga tabiiy qobiliyat deb nom berishdi. Ammo bu tabiiy qobiliyatning u jonliqqa qanday joylashganligini izohlab bera olmaydi. Darwin Türlarning kelib chiqishi nomli kitobida bu temaga maxsus bir bob ayirgan. Tabiiy qobiliyat mavzuliq bu bobning kirish qismida hayvonlardagi bu oqilona harakatlarning o'zining nazariyasiga xilli kuchli o'ltirguchi tahdid shakllantirganligini shundoq e'tirof qilgan edi. Tabiiy qobiliyatlarning ko'pinchisi kishini shundoq hayron qoldirdiki, ularning taraqqiyotlari o'quvchiga balkim nazariyamni butunlay o'rib tashlashga kuchi yetadiganidek ko'rinishi mumkin. Darwin bo'lib bu hasal harlarning birokarchilik talanti oldida intayin qiyin ahvolda qolgan va o'z-o'ziga asal harisini atoqli matematika olimlarining kashf qilishidan xeli burun nuqsonsiz ko'znak ko'naklarini yasashga rag'batlantirgan tabiiy qobiliyat haqida nima desak uyg'un bo'ladi deb savol qo'ygan edi. Darwinning bu savoliga berilgan javobi odatlanib qolishdir. Ya'ni bir jonliqning yashash jarayonida ma'lum bir ishga odatlanib, keyin bu ko'nib qolgan ishni irsiyat yo'li bilan ballarga qoldirganligini va vaqtning o'tishi bilan o'zgarmas bir tabiiy qobiliyat shakllanganligini ilgari surgan.
Darwin ko'z qarashini o'ttirib qo'yishda o'zidan burun yashagan fransiyalik biolog Lamarckning nazariyasiga tayangan edi. Ammo 20-asrning taraqqiy qilgan kin fani Lamarck nazariyasining bir xurofotlik ekanligini, bir jonliqning hayotiy jarayonida qo'lga keltirgan alohidligi yoki odatlarini o'zidan keyingi nasliga qoldira olmaydiganligini ko'rsatgan edi. Bu sebepten Darwinning tabiiy qobiliyat haqida qilgan izohatlari bir xurofotlikdan iboratdir. Tabiiy qobiliyatning tadrijiy taraqqiyot nazariyasini tuyuq yo'lga boshlab qo'ygan yana bir tarafi jonliqlarning tabiiy qobiliyatga tug'ilgan vaqtida ega bo'lgan bo'lishining shart ekanligi bo'lib, chunki ehtiyoji bo'lgan tabiiy qobiliyatdan mahrum bir hayvon hayotini davomlashtira olmaydi. Masalan, tug'ilgan vaqtida ona sutini emish tabiiy qobiliyatiga ega bo'lmagan bir hayvon bolasi yashay olmaydi. Bu bo'lsa, tabiiy qobiliyatning materializmchilarning o'ttirg'i qo'yganiga o'xshash vaqtning o'tishi bilan bosqichma-bosqich qo'lga keltirmaganligini ko'rsatdi. Bütün bu sabablar tufaylidan tabiiy qobiliyat Darwinning qo'rqiniga o'xshash tadrijiy taraqqiyot nazariyasini yolg'iz o'zini yemirib tashlashga kuch yetadigan reallikdir. Materializmchi yozuvchi Gordon Taylor The Great Evolution Mystery nomli kitobida shuni e'tirof qiladi. Tabiiy qobiliyatsimon bir harakat dastlabki qitimda qandoq paydo bo'ladi va bir jonliq turida emas, o'zgarmas holatda qandoq joylashadi deb so'rasak, bu savolga hech qanday bir javob ola olmaymiz. Haqiqatanmi materializmchilarning tabiiy qobiliyatning manbasini izohlay olishi mumkin emas. Chunki bu manba ularning faraz qilganiga o'xshash tasodifiyliklar emas, Allah'ның canlıqlarga bergen ilhamlarıdır. Noksansız 6 bürceklik köneklerini yasagan həsəlhərləri, inçiki hesaplanğan injenerlik lahiyalarına uyğun tosmalarını yasagan kunduzlar, qaranğu gözləri bilan murakkab egiz binalarını salgan issiq balvoq cümlələri, to'qimchi qushlar, qog'ozning ko'p qavatlik uylarni yasagan yova harilar, to'rchilik ustasi o'milchiklar, tabiatga yana manglagan binokorlik ustalari, bütün jonliqlar hayron qoldirgudek darajada binokorlik asarlarini o'ttirg'i qo'yish orqali aslida o'zlarini yaratgan Allohning ularga bergan qobiliyatlarini bizga namoyon qilmoqda. Hammasi Allohning ilhom bilan harakat qilmoqdadir. Chunki Qur'on oyatida xabar berilganiga o'xshash Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Allah'ның bergen ilham ve kabiliyetleri bilen binakarlık möcüzelerini barlıklı keltirgen yani başka bir canlılık var bulup yer şahırdaki en körkem eserler onunla ait. Bu canlılık bolsa insaniyettir. Bugünkü günde nurgulluğun kişi bu reallıkını fark kılalmayıdır ve insanların eserlerini görgünde fakat bu insanlara hayran kalır. Halbuki insanga beden, his duygu ve akıl idrak bergen mu, onunla sanat ve güzellik duygularını ilham kılgan mu Allah'tır. İnsaniyetinin eseri deb beraz kılgan acayibatlar mı, emniyette Allah'ın çeksiz sanat ve biliminin bir tecellisidir. Bu sebepten biz her xil güzellik, badiilik ve haşamatni ko'rganimizda hayron qoladigan ve maqtaydigan birdan bir mavjudat
Bütün bu atalg'ularni yaratgan va bularni o'zi yaratgan jonliqlarga xohlagancha ilhom bergan Janobi Allohdir. Qur'oni Karimning bir oyatida mundoq deyilgan: Jimi hamdu sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori va olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.